Voy, soat necha bo'ldi? Ha, obed vaqti bo'lib qopti. Ha, bo'ldi, ketdim. Obed qilib olaman. Tez. Hech kim yo'q. Obed qilsa bo'ladi. Kim? Doktor, hujjatga pechat qo'yib berib yuboring. Hozir. Hozir. Ha, hozir mana. Mana bo'ldi. Hech kim yo'q deb qo'ying, xo'p? Rahmat. Rahmat. Kim? Doktor, tanishingiz keldi, kirar ekan qabulingizga. Bular ovqat yegani qo'yadimi, yo'qmi? Qo'lim ochib ketdi-ku. Hoppa, hozir. Hoppa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hozir, mana shunda. Hozir. Hop, hozir. Kutib turing. Rahmat. Hoppa. Tez. Obed qil tez. Kim? Doktor, Glavrat chaqiryapti, chiqar ekansiz. Hozir. Men jo'nga tegdi-ku bu. Qachon bu normal obed qilaman-a?